aka. Rahmat. Emishga zo'r yangilik bor aka. Yo'q, Xalqimiz kutgan kunlar kelyapti aka. Bundan zo'rlar kelyapti. Nechaga oldingiz? 28. Nech bilan oylik to'lov? 3.800.000. 3.850 ming so'm. Qanaqaga pul qo'shilmadimi? Qo'shilmadimi? Shunda hech qanday foiz yo'q. Mana hozir 3.850 ming so'm o'zini pulini to'lashga to'lab beryapti. Foiz qo'shilmaydi aka. Oldinga o'xshagan foizga kirib ketish kerak emas. Sotilgan, lekin O'zbekiston sharoitida bizni Jaydar akalarimiz 7 tadan trassada 10 tagacha shahar ichida rasxod qilyapti. Qilib beramiz. 3 soatda gazni ham uстановka qilib beramiz. o'zini balonda bemalol yuraversa bo'ladi. Aka 60 ming 70 ming kilometr eng kamida xizmat qilib beradi. O'rta yumshoqli balon. Bosmaydigan bo'lsa mana shu videoni ko'rib turib, rozi emasman aka to'g'risi. Kreditdan charchagan aka-ukalarimiz uchun va nihoyat M3 M4 larga rassrochkalar ochildi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar, bugun biz Tashkent Motors avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Ko'rishinglar mumkin, rassrochkalar rasman ochildi va bu yangilikni birinchilardan bo'lib bizning kanalda chiqib boryapti do'stlar. O'zini pulini bo'lib hech qanday foizlarsiz, peniyalarsiz to'lash imkoniyati mavjud do'stlar. Naqd pulga va avtokreditga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga 16 million 800 o'zini tan narxidan arzoniga xarid qilsanglar bo'ladi do'stlar. Qo'shimcha bonuslarimiz mavjud. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirish esdan chiqmasin. Biz ichkaridan obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Zarif akamiz obzorda yordam beradi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Emishga zo'r yangilik bor aka. Yo'q, Xalqimiz kutgan kunlar kelyapti aka. Bundan zo'rlar kelyapti. Mana bu mijoz birinchisi aka. Birinchisi. Bunaqa yangilikka yetishgani birinchisi. Aka ismingizmi? Fazliddin. Fazliddin aka hozir borib Jakemishga to'lov qilib kelishdi. Aha. Hozirgacha bo'lgan obunachilik 24 oyga olgan-ku. Endilikda aka nechaga oldingiz? 28. Nech bilan oylik to'lov? 3.850.000. 3.850 ming so'm. U 28 oygacha chiqyapti endi. Oldin 24 oyga chiqardi, 50% to'lov qilsa. Endi 28 oyga chiqyapti. Mazza bo'ldimi? Oylik to'lov kamroq bo'lgani yaxshi. Qanaqaga pul qo'shilmadimi? Qo'shilmadimi? To'g'risi aka, xayli baraka qilsin. Mashina kelgan, ochiqni aytaman akalar. 25 bu yoq tortilib qolyapti, ulgurib qolish, pasinoylar tez silmoqinglar. Sababi 25 tugagandan keyin bunaqa rasrochkalar yana torayib qolishi mumkin, yana kamayib qolishi mumkin. 26 ga hozircha yo'q. 1 soat bo'ldi, tashlaganmiz. 1 soat bo'ldi. Ba'zai ko'rindi endi. Dolasi mashinangiz aka zavod tomonidan berilsa, sraz topshiramiz aka, sizdan baxtli mijoz bo'lib chiqib ketasiz. Dolasi maksimal bugun harakat qilamiz. Mabodo bugun bitmasa, ochiqni aytamiz. Videoda yashirish kerak yo'q. Ertaga dolasi mashinali bo'lasiz. To'g'risi, yashirishdan nima desamkin? Videoda yashirishda kerak yo'q. Haqiqat har doim haqiqat aytdim lekinda. Fazl aka, xayli baraka qilsin. Nima maqsadda olyapsiz aka? Tirikchilikda. Damastonga shu mashina. Komfortda mazza qilib yurasiz. Konserni qo'shib aka. Xavfsizlik qilmang aka, konserni qo'shsa ham rasxoz o'zgarmaydi. 20 ming so'm ko'proq qo'yasiz, zato mazza qilib komfortda yurasiz. Obunachilar xuddi shunday. Obuna mijozlaringiz ham. Aka xayli qilsin. Xudo ko'rishamiz aka. Biz azorni boshlaymiz Sunnatbek aka. Direktor qilmadimi obunachilaringizni? Yo'q. Aka nimaga bu obunachilarni olib kelganim? Mana realniy hayotda ko'rib turgan odamlar ham boricha haqiqat ko'rsin deyman. Yashiradigan narsam yo'q. Boricha har doim videoda aytganman hammasini. Sizning obzoringizni birinchi video qilyapmiz. Agar videomiz zo'rcha prosmotrlar zo'r bo'lsa, 26 ga ham aka 36 gacha ochib tashlaymiz, to'g'ri. Ana bo'lmasa. Sizlar qo'llab-quvvatlab, podpishka qilib, like bosib, kommentariy yozinglar akalar. Qanaqa foydali bo'lsa, men sizlar tomonman akalar. Zavodga bu taklifga kirgizdirganmiz. To'g'ri 30% bilan rasrochka qilib berdiganmiz. 40% bilan xatga 30 oygacha qilib berdiganmiz. Qilib berib qolsa, misol 86 million bilan aka o'z sanani bo'lib to'lashga olib chiqsa, hech qanday foizlar yo'q aka shunda? Hech qanday foiz yo'q. Mana hozir 3 million 850 ming so'm o'zini pulini to'lashga 107 million 730 ming so'm to'lov qilishdi, sug'urta puli 1 million 300 ming so'm atrofida chiqyapti. Oldin 1,5 milliondan ko'proq chiqyapti. Hozir 1 million 300 ming so'm atrofida chiqyapti. Qolgan to'lovni asosiy summani to'lab beryapti. Foiz qo'shilmaydi aka. Oldinga o'xshagan foizga kirib ketish kerak emas. Mashina olmoqchimiz, tanlov qiling aka. O'z sanlarini bo'lib to'lashga olganingiz menimcha yaxshi variant. Chem kreditga kirgandan ko'ra eng yomon ko'rgan mana shu ikkilamchi bozorda mashina olish. Ikkilamchi bozorda meni yomon ko'rib qolmasin aka. Xolis fikrimni aytaman-da, xalq qiynalmasin deyman. Chunki kredit to'lash oson narsa emas aka. Mashina tan narxi 100 million, 200 million to'lash oson emas. Xo'p, aka bo'lmasa obzorni boshladik, nima deysiz? Boshladik aka. Ko'rmagan obunachilar uchun Jakemimiz to'g'risi biz erka to'yimizga aylandi. 4 yildan beri sinovdan o'tdi akalar.
Mashina olmoqchimisiz, meni gapimga ishonmaydigan bo'lsangiz, ko'chaga chiqib, Jakimichi yoki M4 minib yurgan odamlar bemalol so'rab surishtiring, mashina haqida fikrini aytadi. Motorlarimiz akalar 1.8 motor bilan jihozlangan bo'ladi. 130 ot kuchi bor. 100 km rasxodi 8 litr kitobida ko'rsatilgan, lekin O'zbekiston sharoitida bizni Jaydar akalarimiz 7 tadan trassada 10 tagacha shahar ichida rasxod qilyapti. Atmosferniy sepli motor bilan jihozlangan aka. Metan, propan 100 so'yishadi aka, garantiyali holatda o'zimizda gaz servisida o'rnatib beramiz. 3 soatda gazni ham ustunovkaga yetkazib beramiz. Bonusiga vashi dahshat narsalar qo'shib beryapmiz. Nima bonus? Oldin odamlar shapka bergan-ku zavodga mashinasini olish uchun. Biz mashina olib kelishlar uchun biz shapka beramiz sizlarga. Bonuslar dodalarni tayyorlab qo'yganmiz. Dolasi aka, mashina mana xarakteristikasini aytsin. ABS, YVD tormozlargacha bor aka. Oldisi 15 dunyo saka diska balonda keladi. Diski tormoz bilan jihozlangan. O'zini balonda bemalol yuraversa bo'ladi. Aka 60 ming, 70 ming kilometr eng kamida xizmat qilib beradi. O'rta yumshoqli balon. Almashtirish shart emas aka. Endi bundan yumshoq yuramansa almashtirish o'zidan xohishlar aka. Salon ichini bitta ko'rsating Sunnatbek aka. Mashina komforti vashi bomba akalar, xudo xolasa. Oldi tomonda aka rullar, elektrik gidravlik rullar, 12 dunyo Android monitor, konsoler, 5 boshli korobka bilan jihozlangan. Odam o'tirganda mazza qilib bemalol o'tirib ketish uchun ancha yetarli sharoitlar bor. Orqasi baraban tormizda. Ko'pchilik so'rayapti, hozir oxirgi savollarimiz, oldi tortadi, orqasi tortadi. Kardonda tortadi akalar. Kardon. Shunday. Xo'p, orqa tomonga kelsak, to'rtburchak shaklda kelgan. Faktoring 4 ta qo'yilgan, zatli kamera qo'yilgan aka. Faktoring ham yaxshi narsa. 1.5 metrdan sensor datchik signal berishni boshlaydi. Yaqinlashgan sari signal kuchayib boradi. Bu zatnida misol bakoydan tashqari bu narsa, kameradan tashqari bu narsa sizga ancha xizmat qilib beradi. Yordam beradi. Bagajimiz esa juda ham katta bagaj, xudo xolasa. Gaz qayerga qo'yiladi endi? Tagigami? Sunnatbek ko'pchilik Damas 3 olishyapti, salon ichiga qo'yib qo'yishyapti. Bizda aka zapaskani o'rniga mana zapaskani olib tashlashadi, tagiga qo'yishadi, chotga joylashadi xolasi. Bitta 30 ta, bitta 65 talik metan qo'yiladi yoki bo'lmasa 65 talik propan zapaska o'rniga joylashadi. Zapaskani orqaga qo'yib olishyapti. Keyin yana bitta nimadir qilish kerak. Bu salon ichida nima qilish kerak deganlarga bu ko'p videoda aytyapman, yashiradigan narsa. Emishdi mana bu oldi tomonni salgina qishanroq qilgan Xitoylar o'ziga moslab qo'ygan ekan. Biz akalar endi bizga o'xshagan Jaydar gavdali akalar borki, salgina qiynalishi mumkin. Shuni 7 sm tepaga ko'tarishyapti, 5 sm orqaga tortishyapti. 5-6 sm atrofida orqaga tortishadi, bu sidinlarni tortishadi, u sidinlarni tortishadi. Salon ichi vashi keng bo'ladi. Keyin mana bu prixoshkani ochish uchun borki, sidinki u tomonga 5 sm yana ketadi. Mana shu pedalkan qolissalar bo'ladi. Bu o'zlarining qulayliklari uchun. O'zi shunday holatda minsa bo'ladi, uzoq trassaga turizm bilan shug'ullanishga sal qiyin bo'ladi aka. Xo'p aka, orqa tomonda 4 ta deflektor qo'yilgan, kondisioner zo'r ishlaydi, zo'r sovutib beradi aka. Qiynalmaydi, qo'shgan paytda. Обязательно aka, umuman qiyinchilik bildirmaydi, muzdek salqin ketadi. Xo'p aka, mashina narxi keladigan bo'lsa endi. Narxi har bir obunachi. Qiziq joyi narx aka. Boshqa narsa qiziq emas. Aytmaysizlar narxini, bosh to'lovini aytmaysizlar. Aka, bizda davlat siri emas. Like bosmaydigan bo'lsa, mana shu videoni ko'rib turib, rozi emasman aka, to'g'risi. Ana bo'lmasa. Mashinaning tan narxi 215 million 460 ming so'm. Agar 25-yilgi mashinalarga hozir 10 million 773 ming so'm skidka ketyapti. Naqd to'lov qiladigan mijozlar oq svetiga aka. Oq bilan seri sveti bor. Ana shu svetlarga ketyapti. Agar naqd to'lov qilishadigan bo'lsa 10 million 700 ming so'm chegirma bilan olsalar bo'ladi. Agar yo'q, menda naqd yo'q deyishadigan bo'lsa, rassrochkaga 36 oygacha ochilgan aka. Bugundan rasman ana 50% to'lov qilishadigan bo'lsa 28 oyga ham ochildi aka. Xudo xolasa aka, mana boshlang'ich 30% bo'lsa 65 million so'm to'lov qilishadi. 12 oyga rassrochka qilib beramiz. O'z narxini bo'lib to'lashga. Agar 40% to'lov qilishadigan bo'lsa 86 million atrofida chiqqan sug'urta pullari bor aka. To'liq ma'lumotni grafiklar bo'yicha past nomerli telefonda ma'lumot berishadi. 86 million plus minusda chiqadi. Oylik qolgan asabga summani 18 oyga rassrochka qilib beradi. Agar mana shu narsani 50% ni to'lov qilishadigan bo'lsa 107 million 730 ming so'm. Qolgan asabga summani 28 oygacha adashib ketyapman. 28 oygacha 3 million 850 ming so'mdan bemalol olib ketsalar bo'laveradi. Bu imkoniyat bugundan rasman ochildi. Bugunda o'zida qo'ying aka. Video shunaqa uchun obunachilar mazza qilsin aka. Bu sizni kanalingizda birinchi bo'ladi. Hech kim bunaqa reklama chiqargan yo'q aka. Birinchi qo'ying xudo xolasa. Ulgurib qolinglar. Ulgurib qolinglar aka. Agar mashina 70% to'lov qilishadigan bo'lsa 150 million 822 ming bo'ladi. Qolgan statga summani aka 36 oyga
to'lab berishadi. Hech qanday foiz penya qo'shilmaydi aka. Pulim yetmayapti deganlarga endi kredit olsalar bo'ladi. Kredit imtiyozli kredit bo'ladi. Oldingi o'xshash 28-30 emas gadovoy. 20% gacha adashmasam, uni foizlar bo'yicha patsay nomerlar telefon qilsa, ma'lumot berishadi aka. Endi imkon qadar aka rassrochka olgan yaxshi. Eng kamida shu 40% bilan kelishsa, 18 oygacha normal holatda chiqadi. 7 million atrofida chiqadi. 5-6 oy bonuslar bor. 5-6 ta bonuslar bor. Mana Fazil aka bonuslar olishdi. Mashina kelgan bonus oldingiz. Hammasini oldingiz, aytilgandek bo'ldimi? Keladi, bitta tonirovkan qilib beradi. Aka bizning bonuslar sizning kanalingizda Sunnatbek Avtoda Avto Toshkent xudo xolasa oldingizda Sunnatbek Avto edi adashmasam. Ha, oldinlar. Avto Toshkentdan chiqishadigan bo'lsa aka, Avto Toshkentdan ko'rdim Sunnatbekning videosini deyishdan xudo xolasa, orqasiga polnisini chiroyli tonirovka qilib beramiz. To'ligini tashib beramiz. Tarpida chexol tashib beramiz. Yetmagani yana bonuslar bor. Telefon qilishsan aka. Bombasi bo'ladi. Xudo xolasa bunaqa imkoniyatli hech qayerda bo'lmagan. Bizning mehnatimizni, albatta bizning mehnatimiz qadrlangan holatda Toshkent Motor saloniga kelinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli xizmatlar bizdan. Albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursinlar. Bundan zo'r yangiliklarda bizning kanallarni kuzatib boringlar. Albatta sizlar bilan Toshkent Motor zavq-shavq bo'lyapti. Yaxshi kunlar hammalarning shunaqa inamarkalar olishni nasib qilsin. Mehnatni qadrlagan holatda aytganimdek like bosinglar akalar. Shuncha payt like bosmagan rozi emasman. Hurmatli obunachilar, hammani Toshkent Motors'da kutib qolamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga mana shu mashinalarni olish nasib qilsin deymiz. Albatta aka, pastki nomerga telefon qilinglar. Aldanib qolmaslik uchun mana shu nomerni tashab bergan lokatsiya bo'yicha kelib, albatta Toshkent Motors'da mehmon bo'lib, mashina egasiga aylaninglar.